Assalomu alaykum. Gilam bozordan shunday Leo Garden olma bog'ining 29 podvoy Green Smith navlaridamiz. Mana Green Smith olmalarimizni gullash davri hali ham bo'lyapti. Arilarni o'zi jalb qilyapti. O'sha yetmasa, Va oldi gullarimiz to'kilishni boshlagan mana. Shag'al yo'l keladi. Shu shag'al yo'l bilan Bu yerda mana feromon lavushkamiz bor. Feromon lavushkamizda mana olma guliga tuxum qo'yib, qurtni kelib chiqishiga sabab mana ona kapalaklar. O'sha bog' bo'ylab aylanyapti. Mana 6 ta, 5 ta feromon lavushkalarimizda bor. Yana bugungi chislo bilan 5 kundan keyin olma qurtiga zahar sepishimiz mumkin. Hozir kam qolgan mana bu gullarni arilar uchib turganligi sababli yana 5 kun gullashga berib, changlanishga vaqt berib, olma qurtiga qarshi dezinfeksiya ishlarini boshlasa bo'ladi. Leo Garden olma bog'i bog'larga 5 kundan keyin dori sepishni tavsiya qilamiz. Hozir emas.